Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni tushuntirib bermoqchiman. Pensiya, nafaqa, ish staji, sug'urta badallari va hujjatlar masalasida 2026 yil ko'pchilik uchun oddiy yil bo'lmaydi. Agar siz 3 ta muhim sanani o'tkazib yuborsangiz, keyin pensiya tayinlashda, qayta hisoblatishda yoki hujjatlarni tiklashda ortiqcha ovora bo'lishingiz, hatto ayrim to'lovlarni kechikib olishingiz mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiyada yurganlarga, balki pensiyaga yaqinlashayotganlarga, rasmiy ishlayotganlarga, chet elda ishlaganlarga, fermer xo'jaligida yoki yakka tartibda mehnat qilganlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar odamning puliga, huquqiga va kelajakdagi barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Men ko'p murojaatlarda bitta holatni ko'raman. Odam pensiya yoshiga yetadi, pensiya jamg'armasiga boradi. Lekin shu paytgacha o'zi aniq deb o'ylagan ish staji tizimda to'liq ko'rinmaydi. Kimdadir eski mehnat daftarchasida muhra, kimdadir tashkilot allaqachon yopilgan, kimdadir ish haqi bo'yicha ma'lumot arxivida topilmaydi. Yana kimdadir chet eldagi ishlagan davri qanday hisoblanishi bo'yicha savol tug'iladi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatga, odamning qo'lida turgan mehnat daftarchasiga, arxiv ma'lumotnomasiga va tashkilotdan olinadigan tasdiqqa bog'liq edi. Ya'ni fuqaro hujjat yig'ib yurardi, idora aylanardi. Ba'zan birgina ma'lumotnoma uchun haftalab vaqt ketardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Maqsad shuki, pensiya tayinlashda ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi, ish staji, ish haqi, ijtimoiy soliq va boshqa ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Bu yaxshi o'zgarish, chunki odamdan kamroq qog'oz talab qilinadi. Lekin shu bilan birga yangi xavf ham bor. Agar elektron bazada sizning ma'lumotingiz noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, pensiya hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Demak, 2026 yilga kirib borayotgan har bir fuqaro o'z ma'lumoti oldindan tekshirdirishi kerak. Men bugun aynan shu sababli 3 ta sanani alohida aytaman. 1 yanvar, 1 mart va 1 iyul. Bu sanalar atrofida hujjatlarni tekshirish, ariza berish, qayta hisoblatish o'zgarishlarga tayyor turish juda muhim. Men birinchi navbatda 2026 yil 1 yanvar sanasiga e'tibor qarataman. Odatda yangi yil boshidan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yangi tartiblar, minimal miqdorlar, hisob-kitob ko'rsatkichlari yoki indeksatsiya bilan bog'liq o'zgarishlar kuchga kirishi mumkin. Har bir fuqaro bilishi kerak. Pensiya miqdori faqat yoshga yetganingiz bilan emas, balki ish staji, rasmiy daromad, to'langan ijtimoiy soliq, imtiyozli davrlar va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganiga qarab belgilanadi. Masalan, bir kishi 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin elektron bazada 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki 1990 yillardagi ish joyi yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuvda tashkilot nomi noto'g'ri tushgan. Agar odam buni pensiya yoshiga yetganda bilsa, jarayon cho'ziladi. Agar 2026 yil 1 yanvargacha o'z ma'lumotini tekshirtirib qo'ysa, muammoni oldindan hal qilish imkoniyati bo'ladi. Yana bir misol, ayol kishi 22 yil mehnat qilgan, bundan tashqari farzand parvarishi davrlari bor. U pensiyaga chiqqanda menda yetarli staj bor deb o'ylaydi. Lekin tizimda faqat rasmiy ish joylari ko'rinadi. Farzand parvarishi davrini tasdiqlovchi hujjatlar esa alohida talab qilinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kutilganda kamroq chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun men har bir ayolga, ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotganlarga farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, eski ish joylari bo'yicha yozuvlar to'liq saqlanganini tekshirishni maslahat beraman. 1 yanvar yana shuning uchun muhimki, yangi yil boshida ko'p odamlar hali vaqt bor deb yuradi. Aslida pensiya masalasida vaqt juda tez o'tadi. Agar siz 2026 yil davomida pensiyaga chiqadigan bo'lsangiz, hujjatlarni 2026 yil kirgandan keyin emas, imkon qadar undan oldin tekshirish foydali. Chunki arxivdan javob olish, eski tashkilotni qidirish, sud orqali stajni tasdiqlash kabi ishlar bir kunda bitmaydi. Endi ikkinchi sana haqida gaplashamiz. 2026 yil 1 mart. Men bu sanani shartli ravishda tekshiruv va aniqlashtirish davrining eng muhim chegarasi deb tushuntiraman. Chunki yil boshida kuchga kirgan o'zgarishlar amaliyotda aynan birinchi oylar davomida sezila boshlaydi. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaatlar ko'payadi. Odamlar shaxsiy ma'lumotlarini
stajini, pensiya huquqini aniqlashtirishga kirishadi. Siz ham shu oqim ichida kech qolib ketmasligingiz kerak. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchidan, 2026-yilda pensiya yoshiga yetadiganlar. Ikkinchidan, rasmiy ish staji uzilib bo'lganlar. Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlagan, keyin rasmiy ishga o'tganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlab qaytganlar. Beshinchidan, eski kolxoz, shirkat, zavod, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi yoki tugatilgan korxonalarda ishlaganlar. Oltinchidan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oladigan oilalar. Oddiy misol keltiraman. Akmal aka 1995 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan. Keyin korxona tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin ishga qabul qilish buyrug'i va ishdan bo'shatish buyrug'i arxivda topilmasa, ayrim holatlarda qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Agar Akmal aka 20 martgacha tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat markaziga borib, ma'lumotlarni tekshirtirsa, unga qaysi davr tasdiqlangan, qaysi davr bo'yicha arxiv hujjati kerakligi oldindan aytiladi. Agar u buni pensiya tayinlash kunida bilsa, pensiya kechikishi yoki kamroq hisoblanishi mumkin. Yana bir holat. Dilnoza opa 15 yil maktabda ishlagan. Keyin 8 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan. Keyin yana ishga qaytgan. U o'zida 25 yilga yaqin umumiy davr bor deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida barcha davrlar bir xil tartibda qo'shilmasligi mumkin. Qaysi davr mehnat stajiga kiradi, qaysi davr uchun alohida hujjat talab qilinadi. Qaysi davr bo'yicha qonunchilikda cheklov bor. Bularni oldindan bilish kerak. Mana shu yerda 20 martgacha murojaat qilish juda foydali bo'ladi. Kimlar o'rtacha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz so'nggi yillarda to'liq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lab kelgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz to'liq yuritilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz va JSSH raqamingiz barcha tizimlarda to'g'ri bog'langan bo'lsa, xavf ancha past. Lekin men baribir umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi demayman. Nega? Chunki birgina harf xatosi, familiya o'zgargani, eski pasport ma'lumoti yoki ish beruvchi tomonidan yuborilgan noto'g'ri hisobot keyin katta muammoga aylanishi mumkin. 3-sana 2026 yil 1 iyul. Men bu sanani yilning o'rtasidagi nazorat nuqtasi deb atagan bo'lardim. Chunki yilning birinchi yarmida yig'ilgan ma'lumotlar, yangi tartiblarning amaliy natijasi, murojaatlar va qayta hisob-kitoblar shu davrga kelib aniqroq ko'rina boshlaydi. Agar siz yil boshida hujjatlaringizni tekshirgan bo'lsangiz, 1 iyulgacha natijani qayta ko'rib chiqing. Sizning stajingiz to'g'ri aks etganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'liqmi? Pensiya yoki nafaqa qayta hisoblangan bo'lsa, summada o'zgarish bormi? Qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov haqida xabar kelmaganmi? 1 iyul ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun muhim bo'lishi mumkin. Chunki ishlashni davom ettirayotgan pensionerning daromadi, to'langan ijtimoiy solig'i va qayta hisoblash huquqi alohida e'tibor talab qiladi. Masalan, pensioner kishi pensiyaga chiqqandan keyin ham 2 yil rasmiy ishladi. U men ishladim. Demak, pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda qayta hisoblash tartibi, murojaat zarurati yoki ma'lumotlarning tizimda aks etishi masalasini albatta tekshirish kerak. Agar ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri bergan bo'lsa, odam o'z mehnati uchun kutilgan qo'shimcha hisobni ola olmasligi mumkin. Yana bir misol, chet elda ishlagan fuqaro O'zbekistonga qaytib, pensiya yoshiga yaqinlashmoqda. U Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatda ishlagan davrlarni stajga qo'shishni xohlaydi. Bu yerda xalqaro shartnomalar, sug'urta badallari, ish joyini tasdiqlovchi hujjatlar, tarjima va legallashtirish kabi masalalar chiqadi. Bunday hujjatlarni iyulga qoldirish xavfli, lekin agar yil boshida boshlagan bo'lsangiz, iyulgacha holatni tekshirib, yetishmayotgan qog'ozlarni to'ldirish mumkin. 2026 yilning asosiy yo'nalishi shundan iborat bo'lishi kutiladi. Pensiya tizimida ma'lumotlar to'g'ri ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaroning rasmiy daromadi va staji aniqroq ko'riladi. Qog'oz hujjatlarga bog'liqlik kamayadi, lekin eski davrlar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarning ahamiyati saqlanib qoladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun to'layotgan ijtimoiy soliq va hisobotlar kelajak pensiyangizga ta'sir qiladi. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugungi daromadingiz bor. Lekin ertangi pensiya hisobida bu davr ko'rinmasligi mumkin.
Men ko'p odamlarning oylikni konvertda olsam ham bo'laveradi, baribir pensiya chiqadi-ku degan fikrni eshitaman. Ha, pensiya huquqi bo'yicha minimal talablar bajarilsa, pensiya masalasi ko'riladi. Lekin pensiya miqdori past chiqishi mumkin. Masalan, ikki odam bir xil 25 yil ishlagan bo'lsin. Birinchisi rasmiy oylik olgan. Barcha to'lovlar ko'rsatilgan. Ikkinchisi esa ko'p yillar past rasmiy oylik qolganini naqd olgan. Pensiya hisobida ikkinchi odamning rasmiy daromadi kam ko'rinadi. Natijada u men ham shuncha ishlaganman desa ham hujjatdagi raqam boshqa bo'ladi. Pensiya hujjatga qarab hisoblanadi. Og'zaki gapga qarab emas. Yana bir muhim masala, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda juda ko'p xatolar aynan shu yerda chiqadi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan. Pasportda Abdullayeva ko'rinishda bo'lishi mumkin. Eski hujjatda tug'ilgan sana 12 may. Yangi pasportda 21 may bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi xodimi ma'lumotlarni solishtiradi va qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya yaqinlashgan odam avval o'z hujjatlaridagi yozuvlarni birma-bir tekshirsin. Endi istisnolar haqida gapiraylik. Har bir odamning mehnat yo'li bir xil emas. Kimdir davlat tashkilotida uzluksiz ishlagan, kimdir tadbirkor bo'lgan, kimdir dehqon xo'jaligida ishlagan, kimdir chet elga ketgan, kimdir nogironligi sababli ishlay olmagan, kimdir bolaga qaragan. Shuning uchun pensiya hisobida bitta umumiy javob hamma uchun to'g'ri kelmaydi. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan fuqaro o'zini men 10 yil tadbirkorlik qildim deb hisoblaydi dedi. Lekin savol shuki, shu davrda belgilangan to'lovlar qilinganmi? Faoliyat rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Faoliyat vaqtincha to'xtatilgan davrlar bo'lganmi? Agar to'lovlar uzilgan bo'lsa, barcha davrlar avtomatik tarzda to'liq staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Demak, tadbirkorlar soliq organlaridagi ma'lumotlarni ham tekshirtirishi kerak. Yana bir nozik masala arxiv hujjatlari. Bu eski korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda ba'zan hujjatlar to'liq topshirilmagan, yo'qolgan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda fuqaro guvohlar sud tartibi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar orqali stajni tiklashga majbur bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun men pensiyaga bir oy qolganda boshlayman degan yondashuvni xavfli deb hisoblayman. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Oilada boquvchi vafot etgandan keyin hujjatlar vaqtida topshirilmasa, ayrim to'lovlar kechikishi mumkin. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etgan shaxsning ish staji va daromad ma'lumotlari, o'qiyotgan farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Har bir hujjatdagi ism, familiya bir xil bo'lishi kerak. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'yicha esa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborsangiz, to'lovlar vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu ayniqsa dori-darmon, davolanish va kundalik xarajatlar uchun pensiya yoki nafaqaga tayanadigan oilalar uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning yaqinlari kalendarda qayta ko'rik sanasini alohida belgilab qo'yish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjatlari. Diplom yoki o'qish davri bo'yicha kerakli ma'lumotlar bir joyda bo'lsin. Hujjatdagi ism, familiya, sana va muhrlarni ko'zdan kechiring. Ikkinchi qadam, ish stajingizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Siz mening ish stajim va pensiya huquqim bo'yicha ma'lumotlarni oldindan tekshirib berishingizni so'rayman degan mazmunda murojaat qilasiz. Agar qaysidir davr ko'rinmasa, xodimdan aniq so'rang. Qaysi yil, qaysi korxona, qaysi hujjat yetishmayapti. Uchinchi qadam, eski joylari bo'yicha arxiv izlang. Agar tashkilot hali faol bo'lsa, kadrlar bo'limidan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari, lavozim va ishlagan davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa,
tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzil yoki rahbar nomi bo'lsa yozing. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilishi shuncha oson bo'ladi. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy to'lovlarni tekshiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz. Buxgalteriyadan siz uchun hisobotlar to'g'ri topishilayotganini so'rang. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini, ijtimoiy soliq to'lanayotganini, elektron mehnat shartnomangiz va lavozimingiz to'g'ri kiritilganini tekshiring. Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizga aloqador. 5-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni alohida tayyorlang. Ish shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi. Sug'urta badali to'langani ko'rsatuvchi hujjatlar rasmiy tarjima va kerak bo'lsa, tasdiqlash tartibini oldindan aniqlang. Chet el hujjati har doim ham oddiy nusxa bilan qabul qilinavermaydi. Shuning uchun bunday holatda pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish olish foydali. 6-qadam, barcha murojaatlarni yozma yoki elektron iz bilan qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin og'zaki javobni keyin isbotlash qiyin. Ariza berganingizda kirim raqami oling. Elektron murojaat yuborsangiz javobni saqlab qo'ying. Agar sizga falon hujjat kerak deyishsa, aynan qaysi hujjat, qaysi davr uchun va qayerdan olinishi kerakligini yozdirib oling. 7-qadam, 1 yanvar, 1 mart va iyul sanlarini kalendarga belgilang. 1 yanvargacha hujjatlaringizni tartibga soling. 1 martgacha staj va ma'lumotlarni tekshirtiring. Iyulgacha esa natijani qayta nazorat qiling. Yetishmayotgan hujjatlar bo'yicha takroriy murojaat qiling. Bu 3 bosqich sizni ko'p ovora bo'lishdan saqlaydi. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya masalasi yosh kelganda boshlanadigan ish emas. Oldindan tayyorlanadigan jarayon. 2026 yilda asosiy e'tibor elektron ma'lumotlar, rasmiy staj, to'langan badallar, hujjatlarning to'g'riligi va qayta hisob kitoblarini vaqtida tekshirishga qaratiladi. 1 yanvar, 1 mart va iyul sanalarini e'tiborsiz qoldirmang. Kimning hujjati to'g'ri bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kimning hujjatida bo'shliq bo'lsa, hozirdan harakat qilsa, keyingi muammolarning oldini oladi. Sizdan iltimos. Hozir izohlarda yozing. Sizda ish staji, pensiya, arxiv hujjati yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ogohlantirish har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin.